Hammalariga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Abdulloh. O'sha men aytgan qismning ikkinchi qismi chiqdi. Va o'sha qismning hozir biz bunga dabur kirka yasaymiz. Hop, survival'imizni qo'yamiz. Keyingi videolarimga yangi versiyasida o'ynayman. Like bilan obunalarni bosib ketish esdan chiqmasin. Do'stlar, sizlar bilan konkurs o'ynaymiz. Do'stlar, bugungi videomiz 3 minutlik bo'ladi. Nima kam bo'ladi deb so'ramanglar. Bugun ishim bor, shuning uchun kam vaqt chiqadi. Bugungi qismda qishloq topamiz. Qishloq topishga harakat qilamiz. Do'stlar, sizlarga qaysi Minecraft yoqadi? Eski versiyasidagi Minecraftmi yo yangi versiyadagi Minecraftmi? Shu kommentariyga albatta yozib qoldiring. Do'stlar, sizlarga qanday Minecraftning modlari yoqadi? Shuni ham kommentariyga yozib qoldiring. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatamiz. Sizlar bilan men Abdulloh bo'ldim.